Ayni damda siz ko'rib turgan ushbu maktab poytaxtimizdagi eng namunali o'quv maskanlaridan biri. Bu yerda bugungi kunda o'quvchilar uchun yaratilgan sharoitlar bir paytlar maktab direktorining o'zi uchun ham orzu edi. Men bu maktabning sobiq o'quvchisi bo'laman. U paytda maktabimiz juda ham eski holatda edi. O'sha paytlarda men orzu qilardim, qaniydi shu bizning ham maktabimiz chet davlatlarning maktablariga o'xshagan maktablar bo'lsa deb rosa havas qilardim. O'zim o'qigan maktabni ko'tarishni o'zimga niyat qildimda, shunda birinchi qilgan ishim harbiy yo'nalish bo'yicha sport to'garagi ochdim. Bunda o'z-o'zidan talablar kuchaydi hamda pullik sinf paydo bo'ldi. Dildora opa 2016-yilda ushbu maktabga rahbar sifatida tayinlangan. Bu paytda o'quv muassasasi Toshkent shahridagi sharoiti og'ir maktablardan biri edi. Shu sababli ham suhbatdoshimiz o'z zimmasiga katta yuk olganini har daqiqada his qilib turardi. Maktab rahbari bo'lib, shu maktabni qabul qilib olgan paytimda 960 o'rinli maktabda 630 nafar o'quvchi o'qir edi. Bu koeffitsiyenti juda ham past. Hozirgi kunga kelganda o'quvchilarimiz soni 1600 nafarga yetdi. Oldingi tajribali ustozlarimizni yana o'zimiz maktabga qaytardik. Ota-onalarimizda qiziqish oshib boshladi. Kundan kunga bizning maktabimizda o'quvchilar soni ham sinfi, ham safi ko'paya boshladi. Mazkur maktabda o'qish istagini bildirayotganlar soni ortishining yana bir asosiy sababi bu yerda ta'lim sifatining yaxshilangani edi. Bizda hozirgi kunda chet davlatdan, Rossiyadan, Chechendan, Yigitdan ustozlarimiz kelgan. Ular ham ingliz tili hamda yuqori sinflarga fizikadan, matematikadan, rus tilidan hamda biologiyadan, ximiyadan o'quvchilarimizga ta'lim berib kelishmoqda. Yosh direktor paytim, rahbar paytim ilk 10-sinf ochdik. Shunda 25 ta o'quvchimdan o'sha 20 nafari oliy ta'limga kirishdi. Bu ham bo'lsa bizning yutug'imiz bo'ldi.